Mana shunaqa katta mehmonxonada mehmon kutish qanday bo'lyapti? Bugungi kvartiramiz Rudoy ko'chasida 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 124 kvadrat. Sizlar ko'rayotgan joy mehmonxona, mana shunaqa katta mehmonxona qilingan. Gilam, parda, mana shunaqa chiroyli lustra qo'yilgan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda chiroyligina koridor, bu yerda bizlarda prixoja mebel qilganlar va mana bu yerda bizlarda birinchi xonamiz bu oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kuxonniy garnitura pod zakaz olib kelingan do'stlar. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda afrons qila olishingiz mumkin. Bu yerda esa bizlarda bitta yotoqxona bo'lyapti. Xohlasangiz kattalar yotoqxonasi, xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qiling. Va mana bu yerda yana bitta yotoqxona do'stlar. Kvartiramiz Rudoy ko'chasida 9 qavatning 5-qavatda joylashgan. 124 kvadrat bo'lyapti. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi. Asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel, ikkita razdelniy sanuzel tushgan. Mana bu yerda bizlarda birinchi sanuzel, bu yerda unitaz bilan rakina qo'yilgan va mana bu yerda ikkinchi sanuzel bo'lyapti. Kvartiramiz narxi 119 ming, yana savdosi bor. Kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar pastdagi nomerli telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.